Bu erkak rafiqasi o'ldirilgan kvartirani 26 yil davomida saqlab kelgan. U hech narsaga tegmagan, hech narsani tozalamagan, hatto ijarani ham to'lashda davom etgan. Sababi bitta edi. U bir kun kelib ilm-fan rivojlanib, politsiya rafiqasining qotilini topishga ishongan. Bu Yaponiyani larzaga solgan Namiko Takaba ishi. 1999-yil 13-noyabr. Yaponiya, Nagoya shahri. Namiko Tabaka 32 yoshli uy bekasi edi. U eri Satoru va 2 yoshli o'g'il Nohei bilan tinch hayot kechirardi. Ularning oilasi tashqaridan qaraganda baxtli edi. Satoru ishlardi, Namiko esa o'g'liga va uyiga g'amxo'rlik qilardi. O'sha kuni ham hammasi oddiy boshlangan. Ertalab Satoru ishga ketadi, Namiko esa kichik o'g'li biroz betob bo'lgani uchun uni shifoxonaga olib boradi. Keyin ona va bola uyga qaytishadi. Taxminan shundan keyin kvartira tomondan shovqin va janjalga o'xshash ovozlar eshitiladi. Keyin hammasi jim bo'lib qoladi. Bir muddat o'tgach, uy egasi ayol kvartira oldiga keladi. U eshikni taqillatadi, lekin hech kim javob bermaydi. Eshik esa qulflanmagan edi. Ichkarida esa vaqt go'yo to'xtab qolgandek manzara bor edi. Namiko o'z uyining ichida o'ldirilgan edi. Uning 2 yoshli o'g'li esa shu kvartiradan tirik topilgan. Bola jismonan jarohat olmagan, lekin onasi bilan sodir bo'lgan eng dahshatli voqeaning guvohi bo'lgan edi. Politsiya voqea joyiga kelganda kvartirada juda muhim izlar bor edi. Begona odamga tegishli qon izlari, oyoq izlari va boshqa dalillar topilgan. Tergovchilar jinoyatchi hujum paytida o'zini ham jarohatlangan bo'lishi mumkin degan xulosaga kelishadi. O'sha paytdagi taxminlarga ko'ra, gumondor ayol kishi bo'lishi mumkin edi. Taxminan bo'yi 160, oyoq kiyim o'lchami 37 atrofida. Qon guruhi esa B bo'lgan. Lekin muammo shunda ediki, gumondor yo'q edi. Politsiya minglab odamlarni tekshiradi. 5000 dan ortiq odam so'roq qilinadi. Ishga juda katta kuch safarbar qilinadi, ammo yillar o'tadi, javob topilmaydi. Satoru esa taslim bo'lmaydi. U o'g'li bilan boshqa joyga ko'chib ketadi, lekin rafiqasi o'ldirilgan kvartirani saqlab qoladi. 5 yil, 10 yil emas, 26 yil. U har oy ijarani to'laydi. Xonadagi buyumlar, izlar, o'sha kundagi holat imkon qadar o'zgartirilmasdan qoladi. Chunki u bir kun kelib DNK texnologiyasi yoki yangi tergov usullari haqiqatni ochishga ishonardi. Bu kvartira u uchun shunchaki uy emas edi. Bu javobsiz qolgan savollar edi. Bu rafiqasining oxirgi manzili va adolat kelishini kutayotgan joy edi. Yillar davomida ish sovuq holatga aylandi, lekin Satoru har yili Namikoning suratlari tushirilgan varaqalar tarqatdi. Odamlarga bu voqeani eslatardi, balki kimdir nimanidir eslab qolar, balki kimdir ko'rgan narsasini aytar deb umid qilardi. Ko'pchilik uchun bu ish allaqachon o'tmish edi, lekin Satoru uchun emas. Va nihoyat u kutgan kun keladi. 2024-yilda politsiya Namiko Takaba ishini qayta ko'rib chiqadi. Eski dalillar yana tekshiriladi. O'sha paytda so'roq qilingan minglab odamlar ichidan ayrimlari qayta saralanadi. Va nihoyat tergovchilar bir ismga yaqinlashadi. Kumiko Yasufuku. U Satoruning eski maktabdoshi edi. Xabarlarga ko'ra, ular maktab yillarida bir-birini tanigan, bir klubda o'qishgan. Ba'zi manbalarda esa Kumiko ilgari Satoruga befarq bo'lmagani aytiladi. Lekin rasmiy motiv hali to'liq aniqlanmagan. Eng g'alati tomoni shuki, Kumiko Namikoni deyarli tanimagan edi. Demak, savol yanada qo'rqinchli bo'lib qoladi. Agar u Namikoni tanimagan bo'lsa, nega aynan uning uyiga borgan? Politsiya 2025-yil avgust oyidan boshlab Yasufukuni bir necha bor so'roqqa chaqiradi. Undan DNK namunasini so'raladi. Avvaliga u rad etadi. Ammo o'sha yili 30-dekabr kuni u nihoyat DNK namunasini beradi. Ertasi kuni esa o'zini politsiyaga topshiradi, chunki deyarli hammasi aniq edi. Natija chiqadi. DNK voqea joyida qolgan qon izlari bilan mos keladi. 26 yil kutgan javob nihoyat topilgandek bo'ladi. 25-yil 31-dekabr kuni Kumiko Yasufuku hibsga olinadi. U 69 yoshda edi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, u jinoyatni tan olgan. Keyinroq u o'sha voqea yaqinlashgan sari ruhiy bosim kuchaygani, oilasiga muammo keltirmaslik uchun o'zini topshirganini aytgan. Satoru bu xabarni eshitganda hayratda qoladi. Chunki gumondor mutlaqo begona odam emas edi. U uning o'tmishdan chiqqan inson edi. Tasavvur qiling, siz 26 yil davomida rafiqangiz uchun adolat kutasiz. Har oy pul to'laysiz, kvartirani saqlaysiz, har yili varaqalar tarqatasiz. O'g'lingiz bilan javobsiz savollar ichida yashaysiz va oxiri gumondor sizning eski maktabdoshingiz bo'lib chiqadi. 2026-yil mart oyida Yasufuku qotillik ayblovlari bilan rasman sudga beriladi. Sud hali barcha savollarga javob bermagan. Eng katta savol esa hanuzgacha qolmoqda. Nega? Nega 30 yoshli ona o'z uyida hayotdan ayrildi? Nega uning 2 yoshli bolasi bu dahshatli voqea ichida qoldi? Nega gumondor 26 yil davomida oddiy hayot kechirdi?